Biznes boshlayotgan odam halollikka amal qilish kerak, niyat xolis bo'lish kerak. Ana ko'plar aytadi-ku, oldin bir puling yaxshiroq bo'lish kerak biznes boshlash uchun deydi. Oldin niyat yaxshi bo'lish kerak. Ichkaridan yaxshi bo'lishini sezyapsizmi? Ko'nglingizning ichidan o'tadi, o'zi yaxshi bo'lishingizni kutasiz. Bo'ladi o'sha. Lekin ko'nglingizga qaramasdan, birovni haqqidan qo'rqmay, harom harizdan ish boshlasangiz, u bankrot bo'lasiz. To'g'ri niyat bilan, xolislik bilan harakat qilasiz, qiyinroq bo'ladi, lekin zo'r ketadi u arava. U biznes zo'r ketadi, zo'r yurib ketadi. Harom harizdan boshlasangiz, birovni aldab, birovni kasod qilib, ana foizliga pul olib boshlasangiz, u biznes sinadi. To'g'rilik bilan boshlangan biznes uzoqqa yuradi, ko'pga boradi. To'g'rilik bilan boshlanmagan biznes uzoqqa bormaydi. Boshda zo'r ketar. Hozir men bundan pulim mavoli o'xshataveraman, keyin yo'q. Boshda yaxshi ketadi, keyin o'rtada yomon sinadi. Ko'ngli ham sinadi, o'zi ham sinib ketadi. 100% bu haq gap.